Shuni qaranglar, Samsung. Mana Samsungimiz qayerda joylashgan? Manzilda aytaymi? Mana Devonovoy masjid. Mana shu Devonovoy masjidni yonida joylashgan mana shu yerda. Birinchi tandirimiz xudo xohlasa tugadi, ikkinchi tandir. Endi xudo xohlasa uchinchi tandirga ham harakat qilyapmiz, do'stlar. Kela olasizlar. Qo'y go'shida, mol go'shida, ko'k kartoshka, oshqovli somsalarimiz bor. Hammaga tavsiya qilaman. Xudo xohlasa. Soat shomgacha bo'lyapti somsalarimiz. Sekin kelinaveradi. Bundan tashqari bizda mana kofelarimiz bor. Limonli choylarimiz bor. Zanjabilli choylarimiz, mana qashirliklarimiz ham bor, do'stlar, kela olasizlar. Mana idishni ko'ryapsizlar mana. Tekin marketing deyiladi mana shu. Mana shuni ko'tarilgan uchun nomerlarni yozib qo'ygan. Zanjabilli, limonli, malinali choylar bor. Quvvatli choylarimiz ham mavjud.